Yaxshimisilar to'rdoshlar, yaxshisinlarmi? Bizlar bilan qayta yuz ko'rishdik. Bugungi hikoyam azroq uzun, azroq sabr talab qiladi. Menmo tezroq deyishga tirishim, lekin cho'qim anglashingizni umid qilaman, chunki bu hikoya mayli sizning hozirgi hayotingiz qanday holatda bo'lishidan qat'iy nazar, bu hikoyadan o'zingizga foydali tarafini ola olasiz, cho'qim ola olasiz. Shunga 10 necha minut vaqtingizni bir chiqarib sabr qilib anglab berishingizni chin qalbimdan umid qilaman. Ondan so'ng hikoyamni boshlay. Shu qadimgi bir zamonlarda bir bola borki, bu bola o'zining shu yurtida yashaydi ekan. Nayt kambag'al bo'lgan. Kambag'al bo'lganlik sababidan bu bolaga hech kim qizini bermaydi. To'y qildiga yoshi kap bo'lgan ekanda. Necha uyga kirgan bo'lsa-mu, kambag'alligidan hech kim qizini xotirjam holatda topshirishgan. Shuning bilan bir kuni bu bola shu shahardagi o'zi boy deb chaqirgan bir odamning ishkini oldiga berib, qarz so'rabdi. Menga ozroq pul berib tursangiz, men shu to'y qilib olsam deb qarz so'raydi. So'ragandan keyin bu odam shunday aytganki, men rost gapni qilay dedi. Meni hamma odamlar boy deb o'ylaydi. To'g'ri, chunki mening yerim bor. Dehqonchilik nimam sanoatim kuchliroq. Hammada menda pul bor deb o'ylaydi, lekin menda undan yig'ib qo'ygan pul yo'q. Mening shu etizlarim bor. Hamda 2 soat kalam bor faqat deydi. Degan bu bola deydi ki, bir taklifim bor deb baxsam bo'ladimi deydi. Qanadam anglay degandiki, shu 2 kalangizningki birisini menga qarz berib tursangiz. Bu 2 kala bilan men etizni 2 tutamda, 2 kalani etiz 2 ishiltaman. Arvo xitib. Birisini sizga qarz bersam, bu ikkichiligim to'xtab qoldi degandan keyin men 3 oy vaqt bering, men kalingizdan birini menga bering, men setib to'yimni qilaman. Undan keyin 3 oygacha men shu kalingiz o'xshash kaladan birini pul yig'ib setib sizga akab beraman. Agar aklanmay kelib qolsam, shu kalingizningki o'rnida shu haruni o'zim so'rab etizda ishlab beraman deb va'dani berdik. Degan keyin bu odam ma'qul deydi. Kanı verdik. Bu balı apırıp kalını setip to'y qildiki, malisdiki bir chiroyli qizni birini oldiki, to'y qildiki, turmushlari baxtli holda o'tishga qadam qo'ydik. Lekin pul ancha topolmaydik. 3 oy vaqt degan tez o'tibdi, 3 oy vaqt o'tibdi, lekin bu bola yani bir kali elib adamga qaytog'idek pulni yig'ib ololmabdi. Ammo va'dasi turish kerak, shu odamning oldiga o'z beribdi. O'sha vaqt to'shdi. Pulni tayyorlab bo'laman. Men endi shu kalaning o'rnida etizimizda haroni o'zim bilimga, mo'ramga otib ya ekib beray debdi. Degan kim bu odam debdi? Sen bu ya ekasan. Lekin haqda ko'yga insonlar mendan ranjiydi. Men ajab rahimsiz nima ekan deb mendan ranjib qolsa, men nima deyman? Degandan keyin biroz kelib sizdan bu nima ahvol deb so'rab qolsa, o'zidan so'rang deb mening qishimga avat eting, men tushundirma deydi. Bo'ladi deb Harun mo'rsiga atib qo'yib ekishga boshlaydik. Tazib bu aytalab ekiyotgan bir vaqtida otliq bir odam kelib qoldi. Kelib qolib buni ko'rib, nayta g'azabdindiki, ham ish chag'riydiki, ham hayron bo'ldiki, berib etizdan ikisini so'raydi. Bu nima ahvol? Qanday rahimsiz odamsiz? Bir insonni arvoh qitib etizak kuzamdim. Degandan keyin balning degani bo'yicha o'zidan so'rang deb avaz etdik. Bu otliq odam berib so'raydi, "Ey yigit, nima bo'ldi? Bu nima ahvol?" degandan keyin bu voqeani so'zlab berdi. Bo'lib
o'zimninki va'damga amal qilolmaganligim sababidan mushkul qoldim degan voqea so'zlab berganda otliq odamning ichi og'riydi ekan. Ichi og'rib ma'lum miqdorda bir pulni berdik. Bo'ldi. Yani müşteriden çıkarttı. O pulninki ma'lum miqdorini kalilib qarzini to'layib yana ma'lum miqdorini boshqa bir tijoratlarni qilib ishlari yaxshi yurishib bu bola shu shahardagi xeyli bir boy odamga aylanib qoldi ekan. Nurg'un o'chkilari bo'ldi ekan, kollari bo'ldi ekan, to'ygilari bo'ldi ekan, xeyli bir boy odam. Aşındaq baxtlik turmush kechirayotgan kunlarning birida, ashta baxtlik boyashat turmush kechirayotgan kunlarning birida yiliq pul bergan otliq odam yana bir shu shahardan o'tgach shu bolaning oldidan bir yo'liqib o'tib ketish sababini oldiq berib qanday yaxshi qanday hozir turmushim bo'ladi intayin baxtlik boyashat o'tadi. Lekin uncha bola memnun ko'rinmaysan qo'ygan. Degan memnun bo'lanmasligimning sababi bu o'tib ketdi. Bu kunlar o'tib ketdi deydi. Otliq odamlar hayron qoldi-ki, ha bo'pti xo'sh deb chiqis yo'lini davom oldi ekanda. Rastaganda az vaqtdan bir keyin o'tgandan keyin bir shu shaharni bir ofat besib kalkin kelib o'chga qo'y kala jiminasi bir kechadilar. Vayron bo'ldi. Hamma narsa boy bir kechadilar. Hech narsa yo'q, bir gadoy aylanib qolganda. Shuning bilan bu bolaninki turmushi yana shu burunqi yo'qsizlik oldi qaytib qoldik. Ana bu bola yana qiynalib yurgan vaqtlarda shu shahardagi birsiniki qo'ylarni beqib turadigan bir odam izlayotgan bir odam borki, shu xizmatchi ekan. Başka ilacı yok. Başka iş pul tapamaydı. Ayağlı bakıdığım. Hem iki perzentim boladı ki. Başlarına bakmış olmaydım. Şu adamın koyunu bekip bırdıgan hizmetini özüge layık görüp oldum ben bu işini kılaydı. Künde koyu bekip çıktı. Ayağlı öyde tikiyicilik kıldık. Koşunlarının, baylarının, onun bunun tikip bırdık. Şu balaninki qo'yib yiqib ketgan bir mezgillarda shu shaharga bir boy keldi boshqa bir yer. Kelib tikkuch izlab qoldik. Izlab nomini so'rasa, falanchi bir yerda bir padichi bor, shu padichining ayoli yaxshi tikdi dedik. Izlab berib, kiyimini tikkizib, uydan chiqib ketadigan vaqtda bu boyning niyati buzilib, chiroyli ekanmismi ayol? deydi ekan. Erimiz padichilik qilayotgan vaqtida bir xavf xatarga uchirdi hamda meni avatdi. Biz ko'proq odam berib yordam qilmasak bu yerdan chiqarilmaymiz. Shunga sizni operasyonni da'vat qildi deydi. Ikki bolangizni qilib tursin dedi. Ular kichik hech nima qilib bermaydi dedi. Sadda ayol ishini bosh odam bilan bo'ldi. Bu padlarni baqir yöndü bitip uy kelsa ayol yo'q. Balalardan so'rasam ishtar bo'ldi. Onamni birsi sizni chaqir deb aytgan dedi. Gap bu nima shu onun baqir his qildiki. Shundan odam ikki balani elib bu padichi ayolni izlash safariga yo'l oldi ekan. Ayolni izlab bormagan yerlar qolmaydi ekan, bormagan shaharlar qolmaydi ekan. İki balasını tutub. Bir kuni mushki balasi bilan bir daryodan o'tadigan vaqtida bir suvda kichik balasini moyoqqa qo'yib qo'yib turib, cho'ng o'g'lini ko'tarib o'tkazib bitib, u yoqqa yana qaytib kelib kichik o'g'lini ko'tarib o'tadigan vaqtida oqirg'oqdan bo'ri paydo bo'ldi. Bo'ri paydo bo'lib, cho'ng o'g'lini bo'ri hujum qilib qo'g'lab ketdi. Bu balasını küçük oğlunu götürüp ötüvatkan dada balasını kurtulduruş ciddiyetçilikte balası kolda çıkıp gidip yıkıp gittik. Tasıdan bir dakikada iki balasını ayrılıp koyuyordu. Ayağının ayrıldı, iki balasını ayrıldı. Şundan bu biçare ayağını izleyişinden tepeye koşup iki balasının
ikki bolasini izlashni vazifasini umrsiga ilib shundoq sarsalliq bilan namina kezib yurdi. Dal shu mazgillarda iliq otdi qadam yana shirib qoldi. Bu halin qanday hal bu? Sen xeyli boyliq aylangandan qo'y. Esa bobal deydi, bunu ötüdü. Bunu ötüdü. Yani kim bu atlı qadam yana hayran qilib, yana yo'liga davom oldi. Shundan bu bola bir shaharga berib qoldi. Bir shaharga borsa, bir kapta uçup keliblar, bu odam bu bolaning mo'rziga qonib qolibdi. Shuni odamlar to'plashib oldi. Voy mumkin emas. Bu bir maynat divanning mo'rziga qondig'i bu qo'sh. Kapta qayt qilaydi qayta. Deb yana uçuruyorsa, yana ki yana açılan versi qonib. Bu adamların hayran qilish sababi shu shaharning qoidasi podshoh o'lganki qoidasi bularni bir kaptirvaga puchirdiki ash kapta kimning mo'rsi qo'nsa shuni podshoh qilgan. Qayt aning mo'rsi qo'ygan degan uni podshoh qilib. Bu endi yo'qsizlikning dardini tatib baqqan, boylikning dardini tatib baqqan. Yürek parlarının azabını tatib baqqan bir her qandaq bir baylıqqa, yaşatlıqqa, yo'qliqqa, vicdan azabı pişqan bir eren podshoh bo'lgan, nima bo'lmoqchi desang, mas'uliyatchan bir podshoh bo'lganda bu. Bütün shu fuqarolar uyumiga vazirlarni bekatuma ishiltadi ekanda. Faqat fuqarolar ishini yaxshi qilamiz deb to'xtamay ishiltadi ekan. Bir kuni bu podshohning bir vaziri ishqi kelmoqda yig'inga. Şunun bilan bunu chaqirdi. Sen nima qilib? Sen bir bu xalqningki ishini qiladigan bir insonsan. Sen xohlasan orduga kelib, xohlasan kelmay, xohlasan mening suhbatimni anglab, xohlasan anlamaydigan nima dedim. Degankim bu vazir deydi, ayolları mening ayolim og'riqdi. Şuna uyda qaramsan bo'lmadi. Yani sen qarovuldan ishkini qo'y uyga. Ayoling jiddiy bir ishlar yuz bersa, darhol sen xabar qildiganga ikki qarovulni ishkini olib qo'y. O'zing kelib ishlaydi. Vazir buning gapini anglab ikki qarovulni ishkini olib qo'ydiki, o'zi kelib orduga kelib ishini qildi. İki qarovul vazirning uyining oldida paranglashib turib, birisi deydiki, men kichik vaqtimda shu opamni birisi o'g'irlab ketganki, dadam akam ikkimizni bitta opamni izlab ichimiz sarganda bo'lib yurib, akamni ko'rikdan o'tkazib, meni o'tkazgan vaqtida akamni bo'rojim qilib, dadam o'tiqib ketib, men qo'ldan ketib, men yiqib ketib, meni bir beliqchilar qutqizib deb cho'ng'olgan deydi. Yana bir qarovul deydiki, "Men o'xshashgansan u. Mening opamni ashta birisi o'g'irlab ketdi, dadam ukam uchimiz. Yani meni bo'ri qo'g'lab, tutamni naq bo'ri, men qechib tutamni naq bo'ri tishlagan vaqtida bir o'ch qutuldirdi deb cho'ng'olgan deydi. Bu akfular bir tepishidiki bu. Tepishgandan keyin uyning ichidagi vazirning oyog'i yig'lab, chayqarab chiqdi ekan. Voy bolalarim. Şundan bu yerda ikki bola onasi bilan didorlashib, hozir quchoqlashib shig'ilishsa, vazir qaytib kelib 100% xato tushungan-da buni. Bu o'qimaydi bu voqealarni. 100% xato tushunib, bu ikki qarovulni o'lim jazosiga hukm qildik. Endi odam podshoh. Podshoh bo'lgan shundan yiliq otli qadam yana uchraydigan bu podshohni oldi. Ey kuni texi divani chiroyi bo'lib sesib, xar bo'lib yurgandan mana bugun podshoh bo'lsa. Endi bu rozi bo'lgansa, endi menga mushta qolasa desa, u deyotgan buni o'tadi. Buni o'tadi. Deydi ki, ayliq otdi qadam, ya'ni ketidiki o'zining yo'liga. Shunga ayliq ikki o'lim jazosiga borgan balni darg'asilgan vaqtida vazir so'raydi, qandaq tilkinglar bu oxirgi tilkinglar desa, biz podshoh bilan ko'rishamiz. Chunki ular o'ylaydi, podshoh oq ko'ngil mehribon odam. Tushundirsak o'zimizningki gunohsiz ekanligimizni, bu ayolning onamiz ekanligini tushundirsak, podshoh cho'qim bizni rahim qildi deb podshoh chaqirdi.
Tushuntirdik. Ben tushuntirganki nima bo'ladi bu demasam hamda. Tushundim bu bir aylik ishlar qayta tepishidiki. Heliq buni ayolini o'g'lab ketgan. Aşı gazir şutki. Onun özlükte işçi cezanı verirdik. Endi bu hikayeden xulos qilib chiqadigan mazmun. Hozir mayli sizning hayotingiz qanday bo'lsin, kambag'al bo'lsangiz, hech nimangiz yo'q bo'lsa, hamma bir kun hamma narsangiz bo'ladi. Hozir sizda mashina yo'qmi? Ama mashina bo'lishini xohlaysiz. Bo'ladi, cho'qim bo'ladi. Hozir sizda hamma narsangiz to'liq, mol-dunyoingiz bor. Hamma bir kun yo'q bo'ladi. Shuning uchun yo'q insonlar o'zining yo'qsizligidan og'rinib yashamaslik kerak. Bo'ladi. Hozir yo'qmi? Az kundan kun cho'qim bo'ladi. Ama hozir sizda bavuschu. Azroq yanchiqda baha turib, ko'ranglab ketib qolganlar, patmay ketib qolganlar sizda yo'q bo'ladi az kundan. Hayot shunday go. Shuning uchun endi bu hikoyadagi yaxshi saboqlarni as bo'ladi, har bir yer nuqtalardan yoqtirib anglashinglarni umid qilaman. Hamda o'zinglarniki shu hikoyadan hayotinglarniki foydali bo'lgan yerlarga tuzitib, shu hikoyadan yaxshi bir ta'sir elib hayotinglarniki ham go'zal bo'lishiga bir yaxshi sababchi bo'lsa bu hikoya xo'sh bo'laman. Rahmat sizlarga.